muqim xizmat topdi. Hozir ijtihod bilan tirishib ishlab Sizga bir xabarlashish maxsus tijorat do'koni xaridorga yon telefonning iqtidorini tanishtiryotidi. Gerçi u bu do'konga 2019-yil 8-oyda kelgan bo'lsa-mu, biroq u hozir do'kondagi setish cho'lpiniga aylandi. U xizmati mas'uliyatchan, jonliq mijozi, ochiq yo'ruq, boshqalar bilan ayt chiqishib o'tadi. Shunga ko'pchilik hammamiz uni yoqtiramiz. Oyda 2500 yuandan 3000 yuangacha ish haqi olaman. Do'konda men eng ko'p yon telefon sotaman. Mana bu men haqiqiy erishmoqchi bo'lgan turmush. Hozirgi ochiq yo'ruq odiylar ilgari diniy asabiylik ideyasining zaharlashida baldurli o'qishdan chekinib qolmay yana 18 yoshida diniy asabiylik ideyasining ta'siriga uchirgan kishi bilan to'y qildi. Buning bilan uning yurish turishi va turmush usuli barg'ansir asabiylashdi. U boshqalarga diniy asabiylik ideyasini tarqitib qolmay yana atrofidagilarning normal turmushiga aralashdi. Dadam maktabda o'qisangiz bo'lmaydi dedi. Shuning bilan o'qimadim. Keyin singlimni o'qishdan to'sdim. Uning daftarlarini yirtib to'y qilgandan keyin qiynapamning qo'shnisi va tuqqanlarga diniy asabiylik ideyasini tarqatdim. Uydagilarim bilan jidallashdim. O'z uyimga qaytganda singillarim gapimni anglamay televizor ko'ramiz deganda televizorni cheqib etdim. Adila oilasidagilarning nasihati bilan kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markaziga kelib davlat o'rtaq til yezigi, qonun belgilama, ishga o'rlashish jihati texnikalarni sistemliq o'rgandi. U diniy asabiylik ideyasining razil moyitini tonib yetgandan keyin o'zining qilmishi ustida qaytadan o'ylanishga boshladi. Atrofimdagi saboqdoshlarimning o'zgarganligini ko'rgandan keyin men o'zimni o'zgartishni sinadim. O'qituvchilarimning yordamida texnika o'rganib, ko'p qatim mukofotlandim. Ondan nemaning intayin xushal bo'ldim. Endi kursga qatnashib, kompyuter bilimlarini o'rganib, kirimimni texmi ko'paytiraman. Adilaning opasi Amangul qizning o'zgarganligidan intayin xushal bo'ldi. Qizim kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markaziga borgandan keyin bilim va qonun o'rgandi. Nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini bildi. Partiya va hukumatning bizga qilgan mehr shafqatini til bilan ifodalab bera olmayman. Partiya va hukumatning qizimni yorlibidan qaytarib kelganiga rahmat. Abdunum rayliq baj idorasi yaqında korxonalarning taraqqiyotini butun kuch bilan qo'llash, yuqumning oldini olish, tizginlashni ilgari surish, baj topshiruvchilar, haq topshiruvchilarga mulozimat qilish qatorliq tarafdagi 15 tadbirni yo'lga qo'ydi. Bu aholilarni moddiy ashyo bilan ta'minlashga yordam